Bugungi kunimizda dal mushunga o'xshagan kompyuter oldida qahramon, amaliyotda o'zining ismini oshkorlashga petinolmaydigan bekartalat qog'oz yo'llaslar, boshqalarga haqorat yog'dirish, tuhmat qilish orqali ijtimoiy taratquv vositalarining muhitini odamni bizar qilgudek darajada bulg'amoqda. Bularning nazarida boshqalarning yuz obro'yi, shon sharafining qilch qimmati yo'q. Bular boshqalarga tuhmat qilish orqali, haqorat qilish orqali o'zining qalbini arom topqizadigan, rohat topadigan bir xil marazga mubtalo bo'lgan. Shunga bular bahona topolsin yoki topolmasin, jamiyatda ko'z ko'ringan olimlarni, jamoat arboblarini va shunga o'xshagan millatning sarkilariga har xil tuhmat qilish, haqorat qilish orqali o'zidagi bu xil kasallikni arom topqizmoqchi bo'ladi. To'g'ri, bizga o'xshash cho'ng bir dushmani bor millatning bu ishlarni dushmanlar tarafidan qilgan bo'lish ehtimolligi bo'lsa-mu, ammo bu xil haqoratlarga, bu xil tuhmatlarga o'zimizning ichidagi kishilarning keskin rad qiladigan, inkor qiladigan pozitsiyada bo'lmay, bu tuhmat va haqoratlar qarta sukut pozitsiyada bo'lishi odamni nihoyatda bearam qiladi. Buningdan bak odamni bearam qildigani, bir odamning yuz obro'yi, shon sharafi haqida haqorat qilingan bir tim yo'llansa yoki bir yozma yozilsa, uni tekshirmayla, aniqlamayla, kim yo'lladi, kim dedi demasdinlar, uningga ishonish, uni tarqatadigan bir xil beg'arazlik va yengiltaklik bu odamni texmi bearam qiladi. Chunki bir musulmon bir odamning yuz obro'yiga taqishadigan masalada bunday yengil bo'lmasligi kerak. Uni tekshirish kerak, aniqlashi kerak. Tekshirmasdan, aniqlamasdan bir narsani taqatmasligi, kishilar bilan o'rtoqlashmasligi kerak. Chunki bizning dinimizda bir odamning yuz obro'yi xuddi Ka'ba Baytullohga o'xshash ulug'. Bir odamning yuz obro'yi to'kildi deganlik xuddi Ka'ba Baytulloh yiqildi deganga o'xshagan cho'ng bir ish. Chunki bu yuz obro'y, shon sharaf masalasi. Afsus, bugungi kunimizda xili yaxshi degan kishilar orasidami bir odamning yuz obro'yi to'kilsa yoki uningga haqorat qilinsa, uni tomosha qiladigan, uning bilan rohatlanadigan bir xil ruhiy kasallik qarab ketyapmiz. Bu umumiy jihatdan e'tiqodimizdagi zo'r chekinishni ko'rsatsa, yana bir tarafdan hammamizdagi shon sharaf masalasiga bo'lgan sezguligimizning yo'qolib ketayotganligini ko'rsatadi. Chunki shon sharaf tuyg'usini yo'qotmagan bir odamga boshqalarning yuz obro'yi to'kilgan yoki boshqalarning shon sharafiga daxl etadigan bir tema oldiga chiqqan vaqtida old bilan uni tekshirib ko'rish kerak. Bu gapni kim dedi, dalili bormi, isboti bormi, buni tekshirib ko'rish kerak. Shundaqla bu bizning dinimizning ko'rsatmasi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Ey Allohga ishongan kishilar, ey mu'minlar, men musulmon degan kishilar, agar sizlarga bir fasiq, ya'ni kimligini aniq bilgili bo'ldigan bir fasiq, ya'ni taqvo bo'lmagan bir odam xabar olib kelsa, tekshirib ko'ringlar. Endi kimligini bilgili bo'lmaydigan, dushman bo'lishi, munofiq bo'lishi ehtimolligi bo'lgan bir kishilar bir odamning shon sharafiga, yuz obro'yiga tegadigan bir masalani o'ttirib olib chiqsa, uningga ishonish, uningga chavoq chelish, uni tarqitish qaysi bir musulmonga yarashadi? Qaysi bir aqlga, qaysi bir insonlikqa to'g'ri keladi? Hatto uni tarqatmagan taqdirdami bir tuhmat qarta, balkim shundaqdi, shamol chiqmasa daraxt lingshimaydi deganga o'xshagan bu xil pozitsiyada bo'lishmi bir musulmonga yarashadigan pozitsiya emas. Alloh taolo Qur'on Karimda Hazrat Oyshaga qilingan tuhmat vaqasida tuhmat qarta keskin pozitsiya bildirmagan, bu bir tuhmat demagan, balkim shundaqdi degan kishilarga qoyib oyat nozil qilgan. Walawla id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Sizlar tuhmatni anglagan chog'inglarda, ya'ni Hazrat Oyshaga hech bir isbotsiz tuhmat qilingan vaqtida bunday gap qilish bizga loyiq emas, munosib emas. Subhanak, subhanalloh, Alloh pokdir. Hadha buhtanun azim. Bu bir uchiq tuhmat deb nima uchun demaysizlar? Deb bu tuhmat qarta keskin rad qilmagan, sukut qilgan, balkim shundaqdi deb tuhmatga moyil pozitsiyada bo'lgan musulmonlarga qoyib oyatni tushirgan. Chunki bir musulmon boshqalarning yuz obro'yiga taqishgan masalada oldi bilan isboting bormi, guvohching bormi, buni so'rash kerak. Agar isbot bo'lmasa, guvohchi bo'lmasa, hatto u ishni o'zi bilsa-mu, sukut qilish kerak. Bu deganlik atrofingizni bexud yashang, parvo qilmang deganlik emas. Atrofimiz qarta sezgur bo'lamiz. Chunki musulmon mu'min degan aqlli qo'shar bo'ladi. Birovdan shubhilik bir ishni bayqasak, uningdan ehtiyot qilamiz. Lekin shubhimizga asoslanib, uningga bir tuhmatni qilmaymiz, uni o'ttirib olib chiqmaymiz. O'zimiz ishonch qilamasak, yiroq turamiz. Chunki shubhiga asoslanib bir odamni bir narsa desak, agar u odam shundaq bo'lmay qolsa, biz shundaq bo'lamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda man qala li akhihi ya aduvalloh aw qala ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Qandaq bir odam musulmon qarindishiga ey Allohning dushmani, ya'ni ey murtad, ey fosiq, ey munofiq, aw qala ya kafir yoki ey kafir desa, bu hukm bu ikkisining biriga yana to'g'ri. Ya'ni agar degan odam Allohning dushmani bo'lmay qolsa, munofiq bo'lmay qolsa, murtad bo'lmay qolsa, shuni degan odam munofiq bo'ladi, murtad bo'ladi. Nim degan bo'lsa shu bo'ladi. Shuning uchun bu masala nihoyat nozik, xatarlik masala. Yana birisi shubhiga asoslanib musulmonlar orasida uni munofiq, buni kofir, buni murtad deyish musulmonlar orasida cho'ng bir ishonchsizlikni paydo qiladi. O'ylab boqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom munofiqning kim ekanligini, atrofidagi munofiqlarning hammasini bilardi. Lekin shundaqmi nima uchun oshkorlamadi? Nima uchun ularning jazosini bermadi? Kishilar
Hele Muhammed özünün etrafındaki adamlarını öldürdüğünde qamson deb munofiqning jazosini bermedi, hatta uni oshkorlamadi. Chunki munofiqni ma'lum odam bilgan bilan ko'p sonli kishilar uni bilmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom munofiqlarning jazosini kechiktirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom munofiqlikni aniq bilib turib bunday qilgan yerda biz boshqalarning munofiqligini aniq bilmay turib, shubhiga asoslanib turib boshqalarni u bu desak, bu jamiyatda qanchalik inoqsizlik, qanchalik ishonchsizlik paydo qiladi. To'g'ri, atrofimizda nurg'unlagan munofiqlar bor. Dushman bizning milliy kimligimizga, diniy iqodimizga har xil yo'llar bilan hujum qiladi. Hatto o'zimizning ichidagi ma'lum biz ziyoli deb tanigan kishilar orqali hujum qilishi mumkin. Biz ularning yozmalaridan, xuddi Qur'on Karim degandek ularning so'z uslubidan ularda munofiqning ko'p alomatlarini ko'ramiz. Lekin shundaqdimi ularni biz munofiq deb o'tirga chiqolmaymiz. Chunki nifoq qalbda bo'lgan ish bo'lg'achqa biz unga keskin hukm qilolmaymiz. Lekin munofiqning u hiylilariga, u dushmanlik qarta qalam bilan, hujjat bilan, yozmisqa yozma bilan, so'ziga so'z bilan raddiya qaytaramiz. Munofiqlar o'zini shuncha yushursa-mu, hamon bir kuni o'zining qalami bilan, yozgan yozmasi bilan, so'zlagan nutqlari bilan o'zining munofiq ekanligini oshkorlaydi. Rasvo bo'ladi. Munofiqlar rasvo bo'lgan vaqtida ularni yo'qotishning ahamiyati qolmaydi. Chunki ularning asli yuzi echilib ketgan vaqtida ularning millat, islom degan shuarlarning hammasi kuchini yo'qotdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida Abdullah ibn Ubay degan munofiqning munofiqlik oshkor bo'lgan, rasvo bo'lgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Hazrat Umarni chaqirib, "Ey Umar, qara, sen uni doim o'ltirib o'tay dedim. Endi uni o'ltirib o'tishning ahamiyati qolmadi. Uning gapiga endi kishilar ishonmaydi." Darvaqa Abdullah ibn Ubayning munofiqlik oshkor bo'lgandan keyin uning qilgan gaplarining, nutqlarining ahamiyati qolmagan, kishilar unga ishonmagan. Chunki nurg'unlagan kishilar din dushmanlarini, munofiqlarni xuddi islohotchidek, millatning ziyolisidek ko'rib oladi. Ammo ular oshkor bo'lgan vaqtda ularning haqiqiy yuzi eshiladi. Lekin biz quyoshdek pokitga ega bo'lmay turib, ularni munofiq deb hukm qilolmaymiz. Ammo ularning munofiqsimon yozmalariga raddiya qaytarishni to'xtab qolmaymiz. Millatni ogohlantiramiz. Jamiyatda kishilar orasida ishonchsizlik paydo qiladigan har qanday bir gap so'zni qilishni alohida saqlaymiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karim degandek, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid" degan har bir gapimizni ko'zitib turadigan farishta bor. Agar u odam biz degandek bo'lmayli qilib qolsa, u odam biz bo'lib qolamiz. Shuning uchun boshqalarning yuz obro'yiga taqishadigan masalada xuddi o'tdan qochganda qochishimiz kerak. Agar gaplarda, so'zlarda, harakatlarda gumonliq, bunday ahvolni bayqasak, ularni yiroq turamiz. Ularning yozmalarida dinimizga, millatimizga ziyonli bir narsalarni bayqasak, dinimizga hujum qilsa, milliy kimligimizga hujum qilsa, biz ularning shu tarafiga qalam bilan hujum qaytaramiz. Lekin rasvo bo'lishni ilgari yoki po'latdek isbotga ega bo'lmoqchilik, yana sukut qilamiz. Jamiyatda ishonchsizlik paydo qilmasligimiz uchun boshqalarni munofiq, murtad va har xil atalg'ular bilan atashdan saqlaymiz.